Meni oilam endi yo'q. Chunki ota-onam ajrashyapti. Kelayotgan payshanba kuni sud. O'rtog'im Yusufni aytishicha, sudda kim bilan qolishimni tanlashim kerak ekan. Kinolarda ko'rganmish. Men ikkisini ham tanlayman desam, yo'q, bittasini tanlashga majbur ekanman. Dadam bilan oyim juda ham ko'p tortishishadi. Dadam baland ovozda oyimni so'kadilar. Oyim esa tinmay yig'laydilar. Dadamni ham, oyimni ham qattiq yaxshi ko'raman. Ularni ajrashishlarini istamayman. Dadam dunyodagi eng zo'r dada. Agar oyimni tanlasam, dadam bilan har kuni futbol o'yna olmaymiz. Birga kurash tusha olmaymiz. Oyimdan berkitib birga shokolad ham yeya olmaymiz. Oyimsiz ham yashay olmayman. Ular dunyoda yagona, meni mehribonim. Menga har kuni shirin ovqatlar pishirib beradilar. Birgalikda dars tayyorlaymiz, kitob o'qiymiz. Ajrashsa maktabimni ham o'zgartirishar ekan. Maktabimni, ustozlarimni va sinfdoshlarimni tashlab ketkim kelmayapti. Ammo meni eshitishmaydi, chunki yosh bolaman. Shu payshanba tug'ilgan kunim, aniq bilaman, buni unutishgan. Dadam tug'ilgan kunimga velosiped olib bermoqchi edilar, olmaganlar. Bu yil hech kimdan sovg'a kutmayman. Faqat ota-onam ajrashmasin deb niyat qilaman. Boshqa oilada tug'ilsam bo'lar ekan. Ota-onalar ajrashmaydigan, farzandlar esa yetim qolmaydigan oilada. Vosiqsikul 4-sinf o'quvchisi Zakirov Said. Sizlarni chaqirishimning sababi farzandinglar oxirgi paytlarda juda qiynalyapti. Oldinlari ko'zlari chaqnab, barcha darslarga faol qatnashadigan bilimdon o'quvchimdan hozir asaram yo'q. Yozgan inshosini o'qib, uni jajjigina yuragidagi kattalarcha fikrlarini bilib g'alati bo'lib ketdim. To'g'ri, balki sizlarni oilaviy ishlaringizga aralashishga haqqim yo'qdir, lekin ustoz sifatida farzandingizni kelajagiga men ham mas'ulman. Sizlardan iltimos qilardim. Qaror qilishdan oldin yana yaxshilab, chuqurroq o'ylab ko'ringlar. Iltimos sizlardan. Voy, oyijon, adajon, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ko'rdingmi? Ke, o'tir. O'zing shunaqasini xohlaganding-a? Rahmat, oyijon, adajon. Ehtiyot bo'l. Yo'l chetida. Zo'r ekan. Rosa xursand bo'ldi-ya? Yaxshi ham bolamizni Vosk maktabiga beribmiz. Nafaqat uni, bizni ham tarbiyalab qo'ydi. Eshitdingizmi? Yangi filiallari Tutzorda ochilibdi. Yo'q-e? Bunaqa maktablarni ko'paytirish kerak. Vosiq maktabi 4-A sinf o'quvchisi Zokirov Said. Endi-chi bolam, bu ikkalamiz oramizda sir bo'lib qolsin, xo'pmi? Hech kim bilmas. Shunda oyim bilan adam ajrashmaydimi? Yo'q. Agar meni aytganlarimni qilsang, hammasi yaxshi bo'ladi. Endi-chi tezroq bo'l, yig'ishtir. Hozir dadam bilan oying kelib qoladi.